qutqarishdi. Siz bilan bizni zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari-yu hamma aboroti shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ehson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar, infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishini obedli pulini chiqarib berdi. Oxiratning qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Qarang Ibn Avfda, o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshigan boladan o'tib ketdi. Nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoq ihson. Aytdi-ku, inson ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan burun o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi seyfda, sondoda turibdi, bochkada yoki filyagada. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynlangan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tega olmayotdi. Muruvvat qilib qo'yingda borib turib. Abdurrahmon ibn Avfgachi payg'ambarimiz duo qilganlar. Alloh baraka bersin. Olib kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Hayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topardim, kesada jildirsam kumush topardim. Shu darajada Alloh taolo baraka berdi deydi. Alloh taoloning yo'lida sarf qilganligi uchun shunday duo berilibdi u kishiga. Ehtimol bitta zaif odamning duosi ijobat bo'lib qolib, mol va mulkingizga Alloh taolo baraka berib yuborar. Qarzlaringizdan qutulib ketasiz, hech chiqa olmayapsiz qarzdan. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ehson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. U nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasini olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta pulligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi trubkani ko'tardi. Ota narigi xonadagi trubkani ko'tardi. Nariyadagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. 1 oy, 2 oyga borib uziladi deyapti. Endi boyaga xayri saxovatli boy eshitdi buni, trubkani qo'ydi. Buni bu yerda qilgan ehsoni endi boshqa statiya. Tushunarlimi? O'lishiga 1 oy, 2 oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zamu ajran dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida, anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun takhshal faqr va ta'malul ghina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimi malonchasi palonchiga dema. Endi o'shlardiki aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayr ehsonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkazib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalqim g'arg'aramaya kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimi palonchasi po'kinchasi palonchiga demagin, endi pul o'shalarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafsidan kutib oladi, jazoga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: "Abdi a'taytuka malan famada sana'ta fihi." Ey bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim. Boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim" dedi.
kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir xil nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyda kambag'alda? Ana shu Alloh bergan oshchi davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Axir turmush sharoitingiz qo'shningizdan ko'ra har tomonlama baland-ku. Endi infoqingiz ham shunga yarasha bo'lish kerak edi. Transformatorga pul yiqqanda 100 so'mdan emas 1000 so'm bering edi siz. Chunki sizga Alloh ko'proq bergan edi. Bularga ozroq bergan edi. U banda aytadi: "Seni eng yaxshi saqlovchi ekaningga bo'lgan ishonchim tufayli har bitta miskin bechoraga molimdan infoq qildim va sen rahimlilarning rahimlirog'isan." Alloh taolo aytadi: "Sendan keyin bolalaringni saqlovchi menman." Bolalari ko'chada qolmadi. Bolalar kambag'al bo'lib